Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimda Behzod Mamajonov. Siz asr vaqti o'tgan tomosha qilmoqdasiz. Bugun patent emasda hamda patent olgandan keyin uyga borgandan keyin nima ish qilinadi, hammasini tushuntirib beramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, bitta like bosib, esingizdan chiqmasin. Bizning ofisimizga bir akamiz keldilar. Videoni ko'ring-da buni. Do'stlar, hammaga salom. Bu akamiz hozir keldi men oldimga. Qaranglar. Turdoyda ko'r, uyda hamma narsa bo'lgan bo'ladi, lekin ishga qabul qilmayapti. 6-oy 2025-yil patent olingan. O'zbekistonga borib bir oy turib kelgandan keyin ishga qabul qilmay qoldi, to'g'rimi? Hozir maslahat beramanki bularga, to'g'ri Saxirga boring, soat hozir to'rga yaqinlashyapti. Bugun 24-mart kuni video olamiz. Saxirga borasiz aka, konsultatsiyaga kirasiz, ular точно aytadi. Goslukdan tekshirdim, baza yo'q deyapti. Через Yandex tekshirdim, baza yo'q deyapti. Bitta vaqt borib konsultatsiya so'raysiz, agar han desa patentni topshirasiz, keyin kelasiz, video qilamiz, odamlarga sizga o'xshab ko'radiganlar, qiynalganlar bilishligi uchun, to'g'rimi? Ketgan aka. Akamizga biz ma'lumot berdikki, to'g'ri Saxirga boring deb va Saxirga borib kelganlaridan keyin menga telefon qildilar. Har bitta odam O'zbekistonga, Tojikistonga borib kelyaptim bir oy ichida, bir oydan keyin keldimi yoki to'rda oyda uzilish bo'ldimi, bir oy ichida yangi joydan o'damni berish kerak. Bu akamizga rahmat, telefon qilib menga aytdilar. Va bundan tashqari hozirgi kunda juda ko'pchilik uyga borib kelyapti, kelgandan keyin yangi topshiraymi, patent kuydimi, yo'qmi ko'plar bilmaydi. Bu holatda nima qilish kerak? Bu holatda to'g'ri Saxirga 2B ga borib konsultatsiyaga kirish kerak va shu yerdan hamma ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ko'plar noto'g'ri ma'lumot beradi, bir-biriga ular hech kim emas, dokument tushunmaydi. Kimdir og'izdan eshitib, qanaqadir ma'lumot beradi, shu hisobiga juda ko'pchilik patent kuyib, annulim bo'lib, undan keyin depor zapiga tushib qolishyapti. Va bir ma'lumot bermoqchiman. Siz Rossiyaga keldingizmi? Birinchi martami, ikkinchi martami, umuman Moskovskiy oblastida patent topshirishda ochatlar ko'p. Oldinga qaragan ochat kam, lekin baribir borib odamlar bir kun ovora bo'lyapti. Ovora bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Hozir men sizlarga shu video davomida ko'rsataman. MMS migrant programmasi bor. Yoki telemarketni tortib olishingiz mumkin va qanday qilib talon olishni ko'rsataman. Videoga like bosib, tarqatib qo'y, hamma xabardor bo'lsin. Va bundan tashqari do'stlar, foydali reklama ekranda bo'ladi. O'zim ofisim Metro Tulskiy 2-vaqtga kelsalaring, shu yerda Targov Center Karabil bor. Bu yerda biz yangi kelgan musofirlarga pasporti bilan migratsiya bo'lsa bo'ldi. SNILS, biometrik, goslug, SIM karta hamda bank karta qilib beramiz. Hammasi bir joyda 500 rublga SIM karta olsa bo'ldi. Ba'zi bir paytda MTS SIM karta bo'lgan bo'lsa 700 rubl bo'lishi mumkin. SIM kartalarga qarab. Va bundan tashqari do'stlar, ishonchli aviakassa kerak bo'lsa Metro Kankova 6-liniya 3-vaqt. Orqamda mana Metro Kankovani 3-vaqtida chiqib kelsangiz, shu yerda Targov Center bor. Kirganingiz o'ng qo'lda Yo'ldoshchakan aviakassasi. Xohlasangiz kelib, xohlasangiz ekrandagi 4240 nomerga telefon qilib olishingiz mumkin. Va bundan tashqari ishonchli Grensa xizmati har doim ekranda. 1,5 yildan ishlayman bu odamlar bilan va bu odamlar 13 yildan ortiq stajga ega bemalol borib kirishlari mumkin. Va videoni oxirigacha ko'ringlar, qanday qilib Saxirga ochat olishni o'rgataman. Bilmaganlar uchun, bilganlar kommentariyada so'kib yozish shart emas. Rossiyaga yangi kelgan odamning 5 ta problemasi bor. Bu problema nima? SNILS, biometriya, goslug, SIM karta hamda bank karta. Mana shu muammolarni bir joyda hal qilsa bo'ladi. Bu adres qayer? Orqamda Metro Tulskiy 2-vaqtida shu yerga kelasiz. Mana shu ko'rib turganingiz Targov Center Karabil. Shu yerga kirasiz. Arinter naprotiv Sberbank. Atiga 500 rublga o'zingiz uchun SIM karta sotib olasiz. Qolgan barcha uslugalar tekinga tushadi. Rossiyada o'zingizni ehtiyot qiling. Mana uстановка qilgandan keyin bu yerda juda ko'p ma'lumotlar bor, kirib bemalol qo'shishingiz mumkin. Va bizga kerakligi hozir podacha dokument na patentni bosamiz. Va bu yerda o'ziga kerak bo'lgan Moskva yoki oblast, hozir ikkilasi bitta bo'lgan. O'ziga ma'qulini o'ziga kerakini tanlaysiz. Misol uchun Moskva, dalil bosamiz. Tak, bu yerda dalil. Va undan keyin patent sizda bormi, yo'qmi aniq yozasiz. Patent сейчас biz o'ylayapmizki, patent сейчас нет. Tak. Mana bu yerda o'ziga kerak bo'lgan joyni tanlaysiz. Misol uchun biz birinchi kelgan odamga tushuntirib bermoqchimiz. Получаю патент впервые в этом регионе или в РФ. Shuni tanlaymiz va bu yerdan подтверждаем bosamiz. Ana endi bu yerda dali va undan keyin telefon nomer teramiz va bu yerga o'zingizni pasportingiz seriyasini kirgizasiz. Va dalini bosamiz. Undan keyin o'zingizga mana shu yerdan kerakli. Misol uchun sizda deylik pasport bor, uni admin qilsangiz bo'ladi. Misol uchun mana kiramiz. Есть pasport. Tak.
va pastga qarab tushamiz. Страховка mana shu narsalar menimcha kerak emas va shuni ham olib tashlaymiz. Podpiska bu kerak emas to'g'risi, olib tashlaymiz. 24.400 ga tushdi va kimdadir ya'niki sertifikati bor. Mana shu yerdan agar bo'lsa yes sertifikat bosamiz. Mana 20.600 ga tushdi. Dalini bosamiz. Bu yerdan o'zingizga kerakli, ya'niki bular farqi yo'q. Qaysi bir? Misol uchun men страховка Sberbankni tanladim. Dalее. Так, через SPP yoki bankovskiy karta farqi yo'q. O'zingiz kelavini tanlaysiz. Va do'stlar, mana ko'rib turibsiz, 30-mart xohlagan kuningizga olishingiz mumkin. O'zingizga kerakligini tanlaysiz. O'z vaqtingizga qarab oling, kunni o'zgartiring, umuman farqi yo'q. Dalее. Ana endi hozir bu yerda ism familiyasi odamni kelib chiqdi, hamdanis kelib chiqdi tepada. Aplatani bosamiz. 21.321. Aplatadan keyin bizga keladi tayyor Sberbank yoki Tinkoff qaysi karta bo'lgan bo'lsa, danni kirgizamiz. Misol uchun Tinkoffni tanlaymiz. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri o'zingizning kartangizga olib kiradi. Parol terasiz, kod keladi. Kod kelgandan keyin o'sha kodni kirgizasiz va sizga talon beriladi. Talonni olgandan keyin o'zingizni vaqtingizdan примерно 10-15 minut oldin sahifani ichiga kirib borasiz. Ahramdan o'tgandan keyin QR kod beradi. Shu QR kodni telefondan ko'rsatsangiz, sizga talon beradi. Talon xod 5000 bo'lsa, xod 10000 bo'lsa, u boshqa kutib o'tirgan odamlarga qaraganda tez, ya'niki примерно 10-15 minutda keladi. Va 1 soat, uzoq bilan 2 soat ichida siz ishingizni bitkazib chiqasiz. Shu videoni Moskvaga yangi kelgan yoki talon ola olmaydigan do'stingizga albatta jo'natib qo'ying. Videoga like bosib, albatta qo'yish esingizdan chiqmasin.